Tojikiston xalqi assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'lganlar, Xudo xolasa bugun Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz. Narxlar qanaqa bo'lyapti? Qachonga sanalar bor? To'lov shartlari qanaqa bo'lyapti? Sharoitlar qanaqa degan obunachilarimiz Xudo xolasa savollariga javob olishlari mumkin bo'ladi. Videomizni boshidan bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga yaxshilarla yozib qoldirsalar, Xudo xolasa biz sizlar uchun videolarimizni boshlaymiz. Abdug'offor akadan bugun to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, Tojikiston xalqi uchun narxlarni ham zo'r qilib bering aka, sharoitlarimizni bitta tushuntirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Hozir Toshkent reyslarimiz qoldi. Toshkentdan avgust boshidan 10-sigacha Xudo xolasa reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Qolganini telefon orqali, WhatsApp, Telegram orqali aloqaga chiqsalaring tushuntirib beramiz. Birinchisidan 10-sigacha Toshkent reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $895 qilib beramiz. Toshkentdan bo'ladi reyslar. Toshkentdan bo'ladi reyslarimiz. Xo'p, sharoitlari qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 300 metrgacha gostinitsalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha gostinitsalarimiz uzoqligi. Xo'p, avtobus yo'nalishi, avtobus qatnovi yo'lga qo'yilgan. Gostinitsalarimiz ishlaydi. Bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, aeroportdan firma tomonidan beriladi. Kamzil, so'mka, bejik beriladi. 50 bosh xizmati, 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan birga borib, birga kelishadi, xudo xolasa. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarimizni xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilsin. Xohlasa endi bu tojikistonlik qo'shnilarimiz uchun uzoqlik qilib borish mumkin. Просто aytib o'tib ketaveramiz. Ofislarimiz 3 ta viloyatda bor, respublikamizda, Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deyishadigan bo'lsa, shu bu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol pasportlaring rasmini tashab, joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Joylarni bron qilsalaring onlayn, keyin kelib aeroportga bemalol o'sha kuni kelgan. Uchib ketsa bo'ladi. Telefonga aloqaga chiqsalaring, qanaqa qilib qilishlikni, qanday qilinadi bularni hammasini o'zimiz tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa zo'r qilib ma'lumotlar beriladi. Agar sizlarda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyadan umra safariga borishlari mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib videolarimizni ko'rib borishlari mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha